usta, bu yerga mana shu ko'rib turgan joyimizga qancha semen, qancha shag'al, shu rasxodlarni bir qator aytib o'tsangiz. Bitta ona, ikkita hayvon, ilk polvon deb olamiz. Mhm. Общий 10,5 tonna sement ketdi. 10,5 tonna 6 kamaz shag'al, 3 kamaz tosh. tosh. Armaturamiz 12lidan 450 metr, 14lidan 150 metr ketdi. 150 metr. Endi sementlar qanchadan olyapsiz? Sement 610 dan, 610 so'mdan sement. Shag'al shag'alimiz 1,2 mingdan, toshimiz ham 1,2 mingdan keldi. 3 kamaz tosh. 3 kamaz tosh ketdi. Usta pulimiz qancha oldi? Shu yerga общий joy. Общий 17,320 ming so'm pul oldi. Mana aziz obunachilar. Hamma apalabki instrumentlar bilan kelgan. Mana instrumentlarni tashiyapti yangi obyektga. Ha, usta. Ha, qo'shimcha o'tyapti. Xizmatlar bo'lsa qayergacha? Xizmatlar Andijon bo'ylab. Andijon bo'ylab 0 dan boshlab korobka holatgacha. Usta. Holatgacha. Azizlar, xizmatlar bo'lsa Nursulton jamoasiga bemalol murojaat qilaverasizlar.